UBS universitetiga o'qishga topshirmoqchi edik. Shunaqa. Ha, o'qimoqchi edingmi? Qo'ldan foyda, o'qishdan foyda yo'q. Sotib millioner bo'lib ketadi. Mali bo'lmoqchimisan? Ha, Qo'ldan o'qishdan atmay qilmayman. Bormayman. Yo'qalay bo'yka, yo'lda urma. Ular achigandan sotilmadi ham bironta. Yo'q, achiganda emas u. Pishmaganidan xomizni qo'yibmiz. O'zi o'shani bo'ygan gapligiga o'qishga topshirishim kerak. Maza qilib o'qib yuradi. Suvlonga bera olmayman. 2,5 millionga ishlaydi bitirib turib. Biz 2,5 milliard topishimiz kerak. Qani o'qib. Shlaka blok chiqaramiz. Xitoy devori qulab tushdi-da, boshqa shlaka blokdan ko'tarishadi. Men kimlar bilan gaplashib qo'ydim. 180 ta kamazda jo'natib yuborsang, mo'ri pul tayda qolib ketamiz. Yo'q-e? Ha, mali bo'lasan, qori. San bironta biznesga o'xshaganmi o'zi? Men yoshligimda sheribum sotgan maqsad qaqaganman. Ha, molla qalaysizlar? Bo'ykami? Men sizlarga nima dedim? O'qish kerak dedimmi? Mana natijasi. UBS. Qilichov Sunatmisiz? Da. Tabriklaymiz. Siz UBS universitetiga o'qishga qabul qilindingiz.